Tayland hökuməti 27 fevral günü 40 nəfər Uyğur musafirni Xitayğa ötküzüb bərgəndən keyin xalqaranın güclük tənqidiga uçurğan idi. Taylandның muavin baş ministeri Pumtam Vichayachai bu qilmishiga bergan tushuntirishida hech qanday davlatning Uyg'ur musafirlarni qabul qilmaganligini ilgari surgan edi. Halbuki Amerika, Kanada ve Avstraliye'nin xili burunla Taylandga 48 nəfər Uyghur musafirni öz dövlətlərə o'rinlashtirish təklifini bildirganligi o'tirg'i chiqqan. Reuters agentligining bu haqda e'lon qilgan maxsus xabarda deyilishicha, Amerika ve Kanada hukumatı Taylandga u yerda 10 yildan ortiq vaqtdan beri tutib turilayotgan Uyg'urlarni qabul qilib o'rinlashtirish taklifi bergan bo'lsa-mu, Tayland hukumatı Xitoyni ranjitib qo'yishdan qo'rqib hech qanday harakat qo'llanmagan ham bu to'g'riliq hech qanday xabar bermagan. Reuters agentligi egallagan ma'lumotlarga qaraganda bu ishni biladigan bir Amerika amaldori Uyg'urlarning ashundaq qaytarish voqeasining oldini olish uchun Amerikaning yillardan beri Tayland bilan hamkorlashib kelayotganligini va 48 nafar Uyg'urni qabul qilishni o'rinlashtirish taklifi berganligini oshkorlagan. Uningdan boshqa Kanada bilan Avstraliyaning diplomatiya va istixborot sohasidagi 4 kishi Kanada bilan Avstraliyaning 48 Uyg'urga panohliq berish taklifi sunganligini bildirgan. Ammo Tayland Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga daz ketishidan qo'rqib, bu takliflarni bostirib qo'ygan hamda bu vaqtdagi uchurlarni sirtqa oshkorlamagan. Reuters agentligining bildirishicha, navbatda Tayland Tashqi ishlar ministerligi buningga inkos qaytarmagan. Halbuki 2013 yildan 2017 yilgacha Taylandning Kanada va Amerikada turishliq bosh elchisi 2024 yil dam elishga chiqishdan ilgari Tayland parlamentida senator bo'lgan Pisan Manavapatning bildirishicha, oz deganda 3 davlat Uyg'urlarga panohliq berish taklifi sungan. Ammo Pisan Manavapat bu davlatlarning ismini oshkorlamagan. The UN Human Rights Chief Volker Turk says the deportation of 40 ethnic Uyghurs to China is a clear violation of international human rights laws and standards. Their deportation violates the principle of non-refoulement, for which there is a complete prohibition in cases where there is a real risk of torture, ill treatment, or other irreparable harm upon their return. The principle of non-refoulement is contained in Article 3 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, to which Thailand is a party, in Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as Thailand's own domestic legislation.